Gapir, tez gapir. O'rtoq juda ham ishim ko'p men. Tezroq bo'lgin. Xullas, onam o'tib qolganlaridan keyin adam ozgina haligi injiroq bo'lib qolganlar. Uylantir, adrenalin uylantir. Onam ruhlari chirqiraydi-ku. Adren savollar kerakmi? Kerak. Uylantirasan. Bo'ldi, gap ko'p bitirma. Aka, sal chaproq. Sal chaproq. Hammasi zo'r. Hop. Adamlarni yosh bittasiga uylab qo'ydim o'rtoq. Adamlar xursand. O. Lekin shu bitta muammo bor-da. Yana nima gap? Adam aytayaptilar. O, men ko'chani odamiman. Xotinga yomon ko'rinib uyda o'tiraveramanmi? Hamda bir pul topishim kerak. Deyaptilar-da. Xullas, men bitta Suhrob degan o'rtog'im bor. O'shalar odamlarga yaqin degan do'kon ochib beryapti. Ha, adaylarga ham do'kon ochib beramiz. Ha? Eblarmi ekanlar? Xotinni eplayaptilar. Bo'lmasam-chi? Do'konni eplaydilar. Keling, Baxtiyor. Aka. Oyi. Opa. Malika. Nevaralar sog'inib qolishdi. Uyga borib turinglar. Ha, toy. Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom. Nima oyingga? Uyga borib turinglar Ha. deb keldim. Nevaralar sog'inib qoldilar-da. Sog'ingan bo'lsalaring, o'zlaring kellaring. Manzilni bilasanlar. Yaqin do'koni. Ha, faqat tezroq kellaring. Biz yaqinda dam olgani oyim bilan Sharm-el-Shayxga ketamiz. O'zimiz mana shu do'kondan ishlab topgan pulga. Akmal. Nima gap yana? Hammasi zo'r. Lekin bir muammo bor-da. Nima bo'ldi, gapirgin. Yoshlar uyga kelmayapti. Bitta gap aytsam xafa bo'lmaysanmi? Ha? Seni muammoing yo'q. Adaylarning muammolari bor. Ha. U sensan. Sayin faylasuf sayin. Ey, shoshma. Yana bir savol eshitdil. Yana qanaqa ish? Qaynonam ham o'tib qolganda.